deyapti, 5 bosqichini birinchi bosqichi MJK, ya'ni jalb qilish bosqichida o'tkazishimiz mumkin. Endi navbat tadqiqotga yo'naltirilgan topshiriqlar bilan tanishib chiqamiz. Marhamat, Dilafruzxonya. O'quvchilarni darsga yana ham qiziqtirish va yangi mavzuni o'quvchilarga yana ham tushunarli va qiziqarli bo'lib tushunishlari uchun mana ushbu mavzuni mana bunday faktorlardan, shartlardan foydalanib mavzuni qiziqarli o'tmoqchi bo'ldim. Muvozanat, turg'unmas muvozanat va farqsiz muvozanat. Turg'un muvozanatda tashqaridan berilgan kuchga kuch ta'sir etish to'xtagandan keyin demak bu nima bo'ladi? O'z holatiga yana qaytadi. Qaysi tomondan kuch berganimiz bilan u o'z holatiga yana qaytyapti. Turg'un muvozanat. Turg'unmas muvozanatda o'z ta'sirini tugatgandan keyin bu o'z holatiga qaytmayapti. O'shanda holaticha qolyapti. Va farqsiz muvozanatda tashqaridan ta'sir etilgan kuch bu muvozanatga farqsiz, bu o'sha kuchga farq bildirmaydi-da, u o'zini demak xohlagan tarafiga yo'llashiga kelib qolishi mumkin. Birinchi usulimiz, misol uchun oddiy shamol generatorini yasaydigan bo'lsak, endi shamol generatorimiz ishlash usulini ko'rsatamiz. Qishloq joylarda yoki bo'lmasa aholi kam yashaydigan joylarda elektr energiyani hosil qilish hamda sof elektr energiyani olish, ya'ni yoqilg'isiz elektr energiya olish usullaridan biri hisoblanadi. Bu yerda mana shamol generatorimiz orqali hosil bo'lgan elektr energiyamizni Tabiiy resurslardan foydalanib, demak, quyosh energiyasidan yoki shamol energiyasidan foydalanishi o'quvchilarga ushbu tajribalar orqali ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Tajribadan foydalanmoqchiman. Qahramonni mo'ynatayoqchaga ishqalaganimizda manfiy, shishani shoyiga ishqalaganimizda esa musbat zaryad hosil bo'ladi. Xo'p, zaryadlangan jismlar yengil jismlarni o'ziga tortish xususiyatiga ega bo'lib qolib, ularga tortib olish xususiyatiga ega ekanligini ko'rib, fanga bo'lgan qiziqishlari va mavzuga bo'lgan qiziqishlari ortish maqsadida biz qog'oz parchalaridan emas, qog'ozdan odamchalar yasadik va ushbu zaryadlangan jismga yaqinlanishini kuzatishimiz mumkin. Mana bular zaryadlangan jismga tortilib, hattoki qo'lchalari bilan bu bilan zaryadlangan jism bilan o'quvchilar bilan salomlashyapti. Demak, darsga nima qilishimiz mumkin? Qiziqtirishimiz mumkin. Men 9 sinfda deformatsiya mavzusiga ko'rgazma holatda o'quvchilar yanada yaxshiroq tushunish uchun prujinalik sharlardan foydalandim. Bunda deformatsiya bilamiz, ikki turli bo'ladi: elastik deformatsiya hamda plastik deformatsiya. Elastik deformatsiyamiz tashqi kuch ta'sirida jismning o'z holatiga qaytishi. Bunga misol tariqasida prujinalik sharlardan nima qilishimiz mumkin? Foydalanishimiz mumkin. Endi plastik deformatsiyamiz jismlarning tashqi kuch ta'sirida o'z holatiga qaytmasligi. Bunga oddiy listni olib, nima qilamiz? O'tirlar o'z qo'ysak, o'z holatiga qaytmaydi. Bir nechta qonuniyatlarni tushuntirishimiz mumkin. Bunga misol sifatida Paskal qonuni, atmosfera bosimi kabi yoki energiyani saqlanish qonunini ham tushuntirishimiz mumkin. Ya'ni energiyani saqlanish qonunini qanday tushuntiramiz? Bunda fontandan chiqqan suvni tushgan suvga energiyasi saqlanadi, ya'ni bir-biriga teng deb turib olishimiz mumkin. Paskal qonunida bunga yuqoridagi turgan idishga suv quyganimizda orada havo bo'ladi. U havo bu idishdagi suvni suradi. Agar qopqog'ini salgina bo'shatadigan bo'lsak, unga atmosfera bosimi ta'sir qilib, fontan nima bo'ladi? Ishlamay qo'yadi. Shunda atmosfera bosimini ham tushuntirishimiz mumkin. Iceberg nimasi bilan xavfli ustozlar? Eshitamiz, mana to'yingan atmosfera havo soviganda bilimini baholashi shablon usulidan foydalanamiz.
Ushbu savollar 5 tadan iborat. Har bir kishi 5 daqiqa uni ostida bo'ladi. Shuning uchun uni biz hali tashqaridagi nimasi hajmiga qarab turib, u kichkina deyish mumkin, lekin suvni ostida katta hajmi turgan bo'ladi. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Men Ahmadjon Nurbek, Uch tumani 1-sonli maktabning fizika fani o'qituvchisiman. Pedagogik mahorat markazida 100 soatlik darsda faol ishtirok etyapman. Bugun ham ochiq darsimizda juda ajoyib oddiy materiallardan tayyorlangan tajribalarni o'tkazdik. Yangiliklarni o'rgandik, metodlarni o'rgandik. Ustozimiz, dotsent Alinazarova Mahfuza ustoz bizga yangi metodlarni, yangi tajribalarni birgalikda o'rgatdilar. Biz ham borib darslarimizda bu tajribalardan biz ham o'quvchilarni qiziqtirish uchun foydalanamiz degan umiddamiz.